Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Mana smartfonni sevadigan xalqim, elim, siz bilan har doimgidek men Kamina To'rayev, Akmaljon va Akmal o'z jamoasi. Bugungi videomizni obloshkasidan ko'rib tushirib turibsiz. Ha, biz o'sha mashhur Honor X9D telefonni bugun obzor qilamiz. Bechora bu telefon bilan nima qilishmadi? Yong'oq chaqishdi, kir moshinalarda yuvishdi, qaynatishdi, morozivokalarga kirib chiqdi. Qilmagan testi qolmadi. Deyarli bu telefon haqida hamma narsani aytib bo'ldi. Biz esa har doimgidek o'z talqinimizda telefonlarning narxini sindirishda davom etamiz. Bu aynan mana shu telefonni 8 ga 256 talik telefonni naqd O'zbekistonda siz bemalol Shahzod original telefonlaridan pista tekin narxida deyarli 3.865 mingga 8 ga 256 talik versiyasini olishingiz mumkin. 12 ga 256 taligini esa 4.165 mingga xarid qilishingiz mumkin. Endi esa men o'ylaymanki shaharimizdagi o'sha telefon do'konlar bilan va solishtirib ko'ring, haqiqatan shu narxga bormi yoki yo'qmi? Ko'p kishi qiziqqan bu telefonga. Shu vaqtni o'zida birdaniga kommentariyalarga tushirib arzon ekan yoki bo'lmasam bizni shaharimizda bunday ekan deb manzil, telefon raqamini yozib ketsangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Endi esa asosiy qismiga kelamiz. Bu telefonni siz O'zbekistondagi narxini bildingiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Biz Xitoydan telefonlarni arzon narxga olib kelishni, buyurtma qilishni ko'rsatib o'rgatib qo'yganmiz. Qancha bo'lishi mumkin ekanligini bir tasavvur qilib ko'ring. Biz sizga narx Xitoydan butun O'zbekiston bo'ylab qo'lingizga arzon narxda yetkazib berishimiz mumkin. Taxmin qilib eng arzon narxi qancha bo'lishi mumkin Xitoyda yozing. Yozib bo'lgan bo'lsangiz, endi tayyorlaring. Men sizga Xitoydagi qo'lingizga keladigan narxni aytib beraman. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Xitoyda 8 ga 128 talik versiyasi bor. Agar buyurtma qiladigan bo'lsangiz, biz orqali $223 tashkil qiladi. Bu esa bugungi kurs bilan 2.680.000 tashkil qiladi. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Haqiqatdan ham bemalol mana tepada videoni ko'rishingiz mumkin. Redmi Turbo'ni zakaz qilganmiz, olib keldik. Bemalol emeykalar bilan hamma narsasi bilan o'tkazib berdik. Egalar maza qilib foydalanib yurishibdi. To'g'risini aytaman, o'zimda ayolimga olib berdim, o'zimizda bir jiyanimizga olib berdik, maza qilishlarni yurishibdi. Emeykalar bilan boshqa narsasida hech qanday muammo bo'lgani yo'q. 8 ga 256 talik versiyasi 3.050.000 tashkil qiladi. Bor yo'g'i siz bir oygina kutishingiz kerak bo'ladi Xitoydan to sizni qo'lingizga kelishgunicha. O'zi aslida 15 kunda yetib keladi, lekin bizni bojxonamizda to o'sha ro'yxatda o'tgunicha ozmuncha vaqt o'tyapti va 30-35 kunda tashkil qilyapti. Bu 8 ga 256 talik model edi. Endi 12 ga 256 talik model $280 naqd 3.360.000 tashkil qiladi. Agar buyurtma beradigan bo'lsangiz, 12 ga 512 talik modeli ham bor. Bu esa $311 tashkil qiladi. Bugungi kurs bilan 3.730.000 tashkil qiladi. Endi agar unga O'zbekistonda narx bilan solishtiradigan bo'lsangiz, ancha muncha arzon. Agar sizga ham shunaqa telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat pastdagi telefonlarga murojaat qilasiz. Biz sizga mana shu aytgan narximizga olib kelib beramiz. Faqat eslatib o'taman, Xitoyda X9D emas, X75G deb nomlanadi. Bir xil, bemalol mana xitoycha yozuvlar bilan qo'yib ko'ramiz. Endi esa telefonni o'ziga o'tamiz. To'g'risini aytsam, ko'p shov-shuvlar qilardi bu telefon. Qani haqiqatdan ham birinchi marta qo'limga ushlaganim yo'q, arziydimi yo'qmi ko'ramiz. Shahzod original telefonlarga kattadan katta rahmat. Bizga mana shu telefonni taqdim qilganlarga. Bizga qanaqadir bu молочный tillo rangini taklif qilib berib yuborish juda ham ajoyib. Orqasida bir muzlarda rangi bor. Qo'limga telefonni ushladim. Bir haqiqatdan o'sha katta akamiz bor, bizlar iPhone degan akamiz, agar bilsalaringiz, juda ham bir go'zal telefonlar ishlab chiqaradi. Uning chakkalari o'xshab turibdi, haqiqatdan bir ajoyib. Past qismida bizda simlatok, mikrofon, bu yerda o'sha kolonkasi, yonboshida o'chirib yoqish tugmasi, past baland qilish tugmasi, tepada yana stereo dinamik, yana bitta mikrofon bor. Bu yerda juda qiziq 108 megapikselli kamera bor. Yana bu sun'iy intellekt bilan birgalikda ishlaydi. Ko'p narsalarni qilsangiz bo'ladi. Bemalol kamerasi juda ham yaxshi. Mana bunday korobkachasi, shu yaxshi ko'raman Xitoy telefonlarini. Juda ham zo'r. Bu yerda makulatura
qog'ozlari chexol berib yuborishadi. Chexol ham juda ham go'zal, tashqidagi rangiga qarab moslab sariq qilib berib yuborishgan. Lekin menimcha bu telefonga chexol shart emas, chunki bu haqiqiy bilmayman o'z vaqtini bir qahramoni. Bu yerda esa bizda quvvatlagich 16 vatlik quvvatlagich yetarli va bu yerda bizda o'sha simchasi USB'si. Demak, aziz do'stlar, telefonda chuqurlashib men sizga parametrlarni aytib beryapman. Asosiysi eng sizga kerakli bo'lgan joylarni aytib o'tib ketaman. Siz esa diqqat bilan quloq solsangiz bo'ladi. Birinchisi, dizayni haqiqatan juda ham zo'r, to'rtburchak chiqqan. Bu ramkalari ajoyib. Turadimi desam, hattoki marhamat mana tikka ham turar ekan. Bu juda ham zo'r. Menimcha juda ham yaxshi. Tikka turgan yaxshi-da. Birinchisi dizayniga bu yerda bilmadim bir 5 baho. Ramkalari juda ham kichkina, ekrandagi ramkalari va ekrani bu yerda 6,5 ming nitni tashkil qiladi. Quyoshda, yorug'da ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday qiyinchiliklarsiz, yana AMOLED ekran bo'ladi. Yana e'tiborga sazovor joy, bu yerda 8300 amper naqd spokойно ishlatsangiz, Redmi orqada qolib ketdi, u eskizamok bemalol 3 kunga yetkazasiz. Agar haqiqatdan mana bu PUBG'lar o'ynaydiganlar bor ekan, men biz sinagan yo'q, naqd 17 soat ketadi deyapti, sinab ko'rganim yo'q. To'g'risi, o'ynashni ham maslahat bermayman. Bu asosiy fishkalari. Endi o'tda yonmasligi, suvda cho'kmasligi, ekrani sinmasligi, hamma qilgan ishlarni mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu haqiqatan shunday, menimcha o'zini puliga haqiqatan arziydigan bir ajoyib smartfon deb o'ylayman. Yana bu yerda menga yoqqan tarafi akkumulyatori 8300, lekin qalinligiga keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 776 ni tashkil qiladi. Endi 8300 amperli akkumulyatorlar bu yerga tiqib turib, oldingi boshqa smartfonlar rosa qalinlashib ketadi. Bu yerda esa bunaqa emas. Maxsus kremniy qanaqadir akkumulyatordan ishlab chiqarishgan va sikllari ham juda ham ko'p bo'ladi. IP66, IP68, IP69 chang va suv himoyalanishdan qilingan, 2,5 metr tepalidan yiqilib ketadigan bo'lsang, hech nima qilmaydi deyapti. Haqiqatan biz sinaganimiz yo'q, lekin mana bu videolarni ko'rishingiz mumkin, haqiqatan hech nima qilmagan. Ekran yana bu tarafda bir e'tiborga taraflisi 120 Hz ni tashkil qiladi. Bu yerda protsessor ham ancha kuchli. Snapdragon 6 Gen 4 nanometrli texnologiya bilan ishlab chiqarilgan. Bu telefon to'g'risini aytsam, mana yosh katta insonlarga, qo'lida doim telefonda tushib yuradigan odamlarga, ayniqsa ayollaringizga, bolalar bor ayollaringizga telefonda gaplashar, kayfiga tushib ketadi, suvligiga tushib ketib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Mana shu odamlarga asqotadi deb o'ylayman. O'zi hamma taraflama mukammal telefon deb bildim. To'g'risini aytsam, yana chuqurlashib obzor qilayotgandik va rasmlarni taqdim qilib o'tamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga mana shu telefon ma'qul kelgan bo'lsa, siz bemalol Shahzod original telefonlar orqali mana telefonga kelib turib bemalol Qarshi shahrida birdaniga narichida olib ketishingiz mumkin. Yo'q, men ozgina kutaman, lekin arzonga olaman deydigansiz, marhamat pastdagi narxlarni bir marta ko'rsatib o'taman. Olishingiz mumkin bo'ladi. Faqat ozgina sabr qilishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi qisqacha obzorimiz sizga ma'qul keldi. Agar shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, haqiqatda O'zbekistonda bunaqa narxda telefon, aynan shu telefon topolmagan bo'lsangiz, kommentariylarga izohlarga yozib ketsangiz, biz juda xursand bo'lamiz. Emaykasini yana bir marta aytaman, hech qanday muammo yo'q. Tamojidan qonuniy o'tib keladi. Biz sizga tushuntirib beramiz yoki yaqinda videosini ham chiqaramiz. Bemalol o'zi o'tkazib olishingiz mumkin. Qo'shimcha yana 160 ming, 160 ming atrofida to'lov bo'ladi. Ikkita emaykasiga bemalol o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.